köküre, köküre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar, ekranimga xush keldinglar. Bugun bo'lsa Shuhrat O'shir apandimni ekranimga taklif qildim. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, yaxshi turdingizmi? Yaxshi, va alaykum assalom. Ko'pchilik jamoat, do'stlar, birodarlar. Undaqda men savollarga o'dil o'tay nayti sizning suhbatlaringizga qarindoshlarimiz qiziqyapti. Birinchi savolim bo'lsa, shu Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi taqaldi deydi. Lekin bu taqilishdan avval albatta sizning bir boshlanish tarixingiz bo'ldi. Bu radioga zodi qanday kirib qoldingiz? Hammamiz shuni anglab olganmiz va shu tarixni bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Bu anda gap, buningki javobi bizni yurtga aktirib vatanga. Vatandagi chaqda Qo'rg'os radio televiziya idorasi ishlagan. Shu ishlayotgan vaqtimizda shu 90-91 go deymiz. 90-91mi? Shu Turkiyada chiqqan bir gazet, Turkiston, Sharq Turkiston gazeti va Sharqston yoshlar gazetining bir nusxasi ularga tegib qoldi. Uni sherdiki balla akilib ko'rsatdi, qarsak buningda Sharq Turkiston bayrog'ini ko'tarib namoyish qilayotgan bir ko'rinish bor. Uyg'urning do'ppisini bir Uyg'ur faoliyatchi bola yani bir Türkiye do'ppisiga nemisiga taqdim qilayotgan bir so'rin bor, ko'k bayroq bor. Bu shu yerda shu gazetga shu xabar menga pek ta'sir qildi. Ya'ni chunki bu ko'k bayroq haqida tunji ko'rgan xabarim bo'ldi shu. Shuning bilan darhol menda qonunda bo'lish uchun bir beyoramchilik paydo bo'ldi. İçimde tildosh bor, chunki shu namoyishga chiqqan bolalar, shu do'ppini kaydirayotgan, do'ppini ko'tarib shu faoliyat so'rini qilayotgan bolalar biz demaklik bolalar shu vaqtlarda. Men uxlayolmadimda kecha bu bir beyoramchilik bor. O'yladim bu nima uchun bunday deb. Keyin chet elga chiqqandan keyin shu beyoramchilikni his qilmoqning sababini his qildim. Buni kelsa men shu vaqtimizda ayni vaqtda bo'lmasa bizdan aslida shu bir hasad tuyg'usi, havaslar emas, hasad tuyg'usi. Bu nereden kelib chiqsam shu chaqda bizniki do'stlarimiz va atrofimizda tijorat qilib ilgarilab ketgan chegaraning chin yangi ishilgan vaqti. O'lig'i unda bir havas qo'zg'alib boqmadi. Huquq tutib boshliq bo'lib ketganda va ulog'im unda bir beyoram bo'lib ketmadi do'stlarimizning ichida. Ammo bir do'stimiz Turkiyaga chiqib haqni so'zlaganligi uchun uningda bir beyoramchilik paydo bo'ldi. Ondan men chetga chiqmanda his qildimki, demak bu yerda haqiqatni so'zlash, haq gapni qilishdan iborat. Bu alaylik meni havasimni qo'zg'atdi, meni intildiribdi deb. Demak, uning keyindan biz shu vatandagi chaqda bir Türkiye Sudan'daki do'stlarimiz, yaqin bo'lgan do'stlarimiz bo'ldi. Biz bir tijoratga aralashdik. Bir Xitoy shirkati bilan tijorat qildik. O tijorat biraz puli saljiqroq bir tijorat. Bundan hatta etkes, saxta etkes mol bir tijorat. Bu Xitoyning ichkiridagi bir shirkati Qo'rg'osga kelib tijorat qilayotgan, shuni bilan bo'lgan tijorat. Shuni tijoratimiz jarayonida bu yerda bir qiyinchilikka duch kelib qoldik. Bu yerda tura olmaydigan bir ahvolga. Bir chatga chiqish kerak, yoki shu yoqqa qilish kerak deganda. Shu vaqtning o'zida andin o Turkiyadagi u gazet qayta esimga keldi. Chunki u yerdan shu Xitoy bilan munosabatimiz uchun shu tijoratni muvaffaqiyat ishtirok qilish uchun men chet elga chiqishim kerak-da. Shu do'stlar bilan bir nechimiz. Ham chet elga chiqib kelsak, nima ish bor? Biz qildigan ish bormi, yo'qmi degan narsa. Bir darhol esimga kelgan shu gazet esim keldi. Sharq Turkiston gazeti, Sharq Turkiston yoshlar gazeti. Biz vatanda bilamiz bu gazet desa cho'qim bir 4-5 qavatli binosi bo'ladi. Cho'qim 20-25 odam ish xizmatchisi bo'ldi deb bilamiz. Chunki bu yerda xususiy axborot degan narsani biz ko'rib boqmagan bo'lgan ekan. Sharq Turkiston gazetining Sharq Turkiston yoshlar gazetining keyinda shunday bir kuch bor deb o'ylayman-da men. Berib shu gazet ishlayman degan havas qalbimga kirma. Tabiiy bular meni darhol tonimaydi, bilmaydi. Men u yerda bir qurulishida ishlayman, ig'ir ishni qilaman, qilib o'tib turib, yaxshi maqolani yozib, bo'lg'a bergandan keyin bo'la ta'sirlanib ketib maqolamdan
Vay sen kim o dep so'raydi. Undan keyin men bu gazetxonaga kirma deydigan plan bor. Hem şu vaqtdan o'zida men G'uljida Eldoret jurnallarida bir hikoyalarim bilan qilingan Akmuray'ındaki jurnallarda adabiy bir qism o'chirklarim, xabarlarim berilgan. Az to'la ko'z ko'rinayotgan vaqtim o'zimga xil ishongan vaqt. Cho'qim masada men yoziqchilik sohasida ilgarilayman dedim. Shunga endi Turkiyaga chiqsam, shu Sharq Turkiston gazeti bor, Sharq Turkiston yoshlar gazeti bor. Shu gazetda ishlayman degan yaqinda kirishim bor. 8 qavat, 10 qavat binoni atrofida bukilib yurib kirma deydigan xiyol borda. Shunda andan qiyin ahvol bilan to'g'ri kelib to'xta yana bir fursat bo'ldi. Bo'pti, ma'lum ham qutuldi ekanmiz, ham ishni muqam bo'ldi ekanman degan o'y bilan anda shu chet elga chiqishga qaror qildim. Aslida biz 4 og'inimiz birga yo'lga chiqmoqchidik. Naq yo'lga chiqadigan chog'da chet eldagi Uyg'urlarning ahvolining nacharligi, burun chiqqan odamning yomon jafo tatib ketganligi, hatto $1 million pul bilan bolalarni Turkiyada turolmay Germaniyaga ketganligi haqida biz uchur keldi. Ham bizning yaqin og'inlarimiz o'tcho'rdik og'inlarimiz yomon maqsaddan emas, vaziyatni tushunib bizni to'standimi, bunchalar qurbon beryapmanlar. Bu yerda chiqib qolsang xushman qolsizlar deb. Onda to'ytimiz to'xtab turib, men chiqay deb birsimiz chiqib bilib paqidanga. Onda men Pokistonga chiqdim. Pokistondan ondan keyin 1 yildan keyin Turkiyaga keldim. Bu bek uzun jarayon. Turkiyaga kelsam, "Heliq men orzu qilib ishlayman" degan bu Sharq Turkiston gazeti. O Sharq Turkiston yoshlar gazeti taqilib qopti. Sharq Turkiston gazetini 2 odam chiqardi ekan. Uni oyda 1 ya 2 oyda 1 boshqalarning yordam bilan chiqardi ekan. Rahmatli Arslan olib ekan. O gazetni aqsti bor ekan. Hozir Gollandiyada Shahilul akimiz var. İkisi bilan chiqarayotgan gazetga shu gazetni ko'tarib yugunni ko'rdim. Ondan keyin u yerda nim bor ekan. Sharq Turkiston jurnali bor ekan. Shaxsiy vaqtidan chiqarayotgan rahmatli Abdukim Baqi akimiz chiqarayotgan. U 3 oyda bir, 4 oyda bir chiqaradigan jurnal ki. Onda kunda chiqadigan, unda jurnal, unda axborot yo'q ki. Ya'ni men vatanda jurnalli va gazetli vaqt bor, ammo haqni gap qilgan fursat yo'q. Chet elda Turkiyaga chiqsak, haqni gap qilgan fursat bor ekan, ammo axborot yo'q. Shunda ahvolda shuni o'ylab asli meni tartib chiqqan shu axborotni Sharq Turkiston gazeti, Sharq Turkiston yoshlar gazetiniki shu bayroq, shu shiorlar, shu haqgaplar. Endi chiqqandan keyin endi qaytib ketishga bu kelgan chog'dagi bu qiyin ahvollarni shu vaqt sharoitni mayli hamma jihatiga o'ylasak biz kutgan emas. Keyin biz yenib ketirgan darajada bir umidsiz ahvollar. Ammo bizni yo'lga solgan nurg'un do'stlarimiz bor. Xatarga o'zini atganlar bor. Shuning bilan biri bu yerda agar kendimiz chekinsak, bolalarning oldida deyishga va'dalarimiz qilishgan suhbatlarimiz var. Uni ixtilof kelib qoldik. Shuning bilan bo'ldirib kendimizga chekinish yo'limiz bo'lmaganligi uchun bo'lmagani yaxshi o'tdi ekan. Shuning bilan qolib qoldik. Garchi shu men maqsadimga yetaman deydigan, o gazet ishlayman deydigan amalga oshmagan bo'lsa qoldik. Uni Turkiyada bir maktabda ko'rdik, bir to'shib o'tdi. Uning keyindan jiq jarayonlar bilan Amerikaga keldik. Amerikaga kelgan chog'imizda bu Erkin Asiya radiosining ochilishi. Ochilib 2 yil vaqt to'g'ri keldi. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin. Ben 99 keldi. Ondan keyin yana mening orzuyim bu yerda ochilib qoldi. Bog'liq qoldi. An iltimos sundim. Iltimos sungandan keyin ammo bu radiomi degandek birli o'rin chekdik, odam va chekdik soat va uni har kun odam qabul qilib emas bu. Undan keyin yana 7 yil, 8 yil vaqt ketdi. Men başta bu işini qildim, tijoratni ham bo'ldim, başta yig'ilishni tijoratni ham bo'ldim, o'nda ekspertga ham bo'ldim. Shu tutsak radioning yana bir qatamliq odam ichida 2007da men radioga kirdim. Men radioga kirgan chog'da yana men o iliq vatanga telefon qilma, andaq degan o'yli kirgan emas, undaq planim yo'q. Menda undaq bir adlaylik bor deb bilmayman. Men o'zimcha mush fikr bir masalalarni farqli nuqtadan ko'zlayman. Yana bir fikrni o'tirib qo'ya olmayman. İfadeleşim yaxshi, tilim adabiyotim yaxshi degan ishonchli bor. Ammo radio kirgandan keyin o mening o adaylikimni hech qaysi ishlamadi bu yerda. Chunki radioda o'zining shaxsiy fikrini bayon qilish bo'lmaydi ekan. Adabiyot tilini ham aytayotgan ta'kid nim bo'lsa shunday desa deydi. Shuning bilan radioga kirib ishlab ketgan bo'ldim. Yaxshi yeri men boy degandek 10 yil burun arzu qilgan ish fursat 2007 yilga kelganda keldi.
Şunlar radyoga ishga tushdi. Masalan, vatanda shu axborot sohasiga qiziqib qoldingiz shuni ko'rib. Ya'ni u yerdagi o'y xiyol nima edi? Biz hozir ko'ryapmiz xabarlarni. Shu chog'da ajaba biz mishadagi ahvolni tishiga tushuntira olsak bir o'zgarishlar olib beriladi deb ashta bir umid va yoki ishonch bormi shu chog'da demakki? Albatta, albatta. Bunda deyish to'g'ri kelsa, Hmm. ben bir necha misolni deyish to'g'ri keldi. Hmm. O vaqtda kishilar 91-yili Sovet ittifoqi boshlangandan keyin hammasi ishondik. Do'stlarimizdan birisini deb bersa, darhol esim keldi. Bu og'inimiz nihoyat yaqin og'inimiz. Bir yerda o'tirishib jidal bo'lib qoldi. Bu nihoyat yaxshi o'qigan ziyoli bola. Yani bir jidal bo'lib qolgan chog'da yanında odamda qaqshab nima degan desa, "Hey, biz mushunda bo'lgan bo'lsak, biz Qozog'istondagi mustaqil bo'lish uchun bizga 10 yil bor" degan. 10 yildan nihoyat uzun bilganda qaqshab turib biz mushunda o nacharligimizni davomlashtirsak, Qozog mustaqil bo'lish uchun 10 yil bor degan, 10 yil eng uzun deb bilgan. Andimada shu yil qabay degan keçip жүрген jarayonimda Beyjingga borsam, Beyjingda bir o'qituvchi do'stimiz so'zlashdik. Yana bir bola Qashqardan o'qishib keldi. O'qishib kelgandiki, o'qishib kelgan bolaga Beyjingga bilim oshirish kerak. Bilim oshirish kerak. Oningdir qancha yil o'qiysiz? 4 yil o'qiyman, 4 yil o'qiyman. 4 yilgacha joni ochib nima bor, nima yo'q desa, u darhol dedi. Agar o'zgarish bo'lib ketib qolsa, yumshoqsam ulab o'qiyman dedi. Darhol nima desa, biz 4 yildan sonra ozod bo'lamiz degan gap bor. Bo'lmasa yumshoqsam degan gap bor. Yani chet ellik o'quvchilar o'qiymiz degan. Yani şu vaqtdagi bizniki bolalar, atrofimizdagi odamlar shu darajada umid bor. Bunisi 97-yili Hong Kong masalasi hal bo'ldi degan kishilarda o'ta qarash bor. Shunga vaqtning o'zida hamon bu hal bo'ldi degan hozirgidan bakrak umid texnik çok. Şu vaqtda bizmi shu qaytib kelamiz. Yerdagi bola chet elga chiqamiz degan nima deymiz? Chet elga mushu vatanning ichki vaziyatni nacharligini açıqımız, onundaki chet vatanlik xalqning bu davlatni o'zi boshqara oladiganligini, Xitoy bilan birga yashashni xohlamaydiganligini isbotlaymiz. Bizning kurashchan bir millat ekanligimizni ko'rsatmizda shu plan bilan chiqdik. Chiqqandan keyin ahvolimiz endi biz kutgandek emaski, ammo kutgandek bo'lmaganligi uchun hech kimni ayblaydigan haqqimiz yo'q. Ishni o'zimiz boshlash kerak ekan. Shu chet elga chiqib, dastlabda ümidsizlik baktık, onundan burun qaqshab baktık, ahırda nima uchun qaqshaymiz? Bunda olsa onunla qaqshayda haqqimiz yo'q. Hamma odam xuddi bizga o'xshash qiyinchiliklar bilan bir kasblar bilan chiqqan. Davomki ishni o'zimizdan boshlashimiz kerak ekan dedik. Chiqqandan keyin shu men nimani qila olmayman, o'zimiz qila oladigan ishni eng oxirida chekki qilib yetib, qolganda Allohga topshiramiz. Muşu felsefelerden kitaplarımız dolaşmış. İnşallah. Endi Erkin Asiya Radyosu zadı taqaldı mı? Çünkü bazen taqaldı deb anlatımız, taqalmadı deb anlatımız. Amerika hükümeti bilan sotlashyapti, pulni ajratmoqchi chiqib. Siz hozirgacha bir narsa demedingiz, endi mushu ahvolni bizga tushuntirib bera olamsiz? Bunun tafsilotini tushuntirib beramayman. Chunki buning aralashayotganlar ayrim kanal, ayrim munosabatli o'rinlar, ammo shu talash-tartib bosqichida davom qilyapti. Xeyr. Mushu radio taqalsa ishlayotganlar ishsiz qoldigan bo'ldi. Ular qanday qila deb samimiy yoki qudratquluq bir shaklda radioning muxbirlarining ahvoliga ko'ngil bo'layotganlar bor. Men hamda samimiylik bilan ahvolinglarni ko'ngil bilaman albatta. Sizning ahvolingiz qanday Shukrat aka? Albatta umumiy ahvoldan boshlaylik gapni. Albatta kishilarning so'ragan savoli realist bir savol. Bu dunyoda har qanday ulug' ish canlı bakıştan başlandı. Özü bakış, ailesini bakış, onun da iki başka oturuyor. Şu an bir ailesi var. Şu ben belki yaman niyet kitapımı karıp gitmeyim ben. Bu köngül bölüşmesi, aktan başka dostlarımızın oldu. Kelip adaş, bu radyo takalgan, bu hizmet toxtağandan başka, bu kandalın 20 adamın turmuş meselesi emesma der. Ayrım diken yaptı bu. Samimi yapar mısın? Hem de benim ki bu noktada biraz hatırlayacağım. Gap kıldığım neme dese. Birinci biz chet elga chiqqan Uyg'urlar, hijrat qilib Uyg'urlar hammamiz zaten chet elga chiqishning oldida bu xatarligi tavakkul qilib qo'ygan. Bu chet elga chiqish deganning o'zi bak cho'ng bir tavakkulchilik bu. Shunga bu chet elga chiqqan hamma Uyg'urda belgilik bir qiyinchiliklarga egizpastligiga ko'ngilda tayyorlik bor. Shunga biz radiodagi Uyg'urlar shu Uyg'urning bir partisi bo'lib chiqdimiz bilan uni ko'nglimiz tayyorlik qildi. Birinchi. İkinci hazır radyodaki adamla karşısak bunun içinde mesela çoğlan dedi. Çoğlan. Hemimiz beraber
işten burun ayrılgan, bir neçe kıtım işsiz kalgan, aldığımız bir şirketim ticaret kirgen, keynimiz bir kıtım ziyan tatkan, yani işkılık kopkan tarihimiz var. Çünkü çoğunlarda temteraş olup gitmedi. Hem yaşlar kelsek yaşlar ıktıdarlık. Bәрі çoğun olgan, ulanın bir kanç yıl alaylık ve tıl alaylık, kesme alaylık ve ulanınki meselesi çıkmasın. Şuna bu müşvakça ondak bir mesele biz için ben şu radyoda aşında şu haberin anlağında bir hazırlıkça hizmetdaşlarımdan bir keyfiyatıda çok bir ilk spesifini kömürdüm. Ondak bolşidiki yani bir sebep hem Amerika dünyadaki bir taraftan bir devlet. Bu yerde hazır kaçar yaman künde kalan bir Uygurluk. Bunun Uygurlar özümüz hayatını pek kızgın söylemez. Hayatını pek kızgın söygeldiğimiz için rekabet enimiz güçlük. Rekabet evisimiz var. Bu cihette alaydığımız bağlılık için hazır kaçar Amerika'da yaman künde kalan adam bulmagandaki Avrupa adım yok. Fakat bu olsa Türkiye'de var. Türkiye'deki kıyınçılık mı? Fakat devletin. Devletinki sadi ahvaldan buladır. Uygurların şahsi bir kabiliyeti alaylık sebebinden emas. Şuna bizdeki buna deyken bir yerde ma'lum bir yolunu tepki ketişimiz bek endişelerlik emas. Tabii burunqidek hem canına bakıdığan hem millet için hizmet kıldığan bunda altın fırsat yok. Bu için durduğunu bu. Bu fakat vatandır bu. Vatandır canına bakın olduğun hem vatan millet için hizmet kılan fırsat oldu. Çeteldi bu pek az fırsat bizge nisip olgan. Ne kıldık? Yaxşı yere ötkendimi dedim. Armınımız yok. Çoğla kolumuzda kelgenini kılıp aldık. Alaylığımızı köstü aldık. Bir iş kılıp attık, tevrit attık demeyimiz. Ama kolumuzdan kildiğini ahırda çıkıldık. Kılıdığında fırsat oldu. Yani Xitay'ın kepçilikler tatip açıktık. Xitay'ını söktük. Halkımızı sözledik imkanımızı barca. Yani mesela kıstırış doğru kep kalsa bir içinde ayırım. Yaşlı vat yeni kelgen. Bu yaşlarınki talantı vatı, alaylıklar vatı. Bunları bir fırsat bulmaya kaldı. Bulanın akbaratçılıkını tiki alaylıktan göz göstergen millet için hizmet kıldığan bir fırsatı bulanın bulmaya kaldı. Bulanın bütün hissiyatı bilen kızgınlıkla işlevatkan. Bulanın kızgınlığı keskin olan bağlanışı beni tesirlendirvatkan üyedi. Aşında bağlanıp hissiyatı işlevatkan adamın ama işten ayrılışı ulağa bizge bolgan çoğunlağı bolgan fırsatının ulağı bolmasdığı beni şu sel içindirdi. Abla muşlağım şu fırsat olgan basadı. Ama ular turmuşunu çokum yaxşı elqip ketidi. Bu Amerikada abaydan gerek. Hayır. Şu radyo taqaldı. Taqalsın yim boptu. Zaten bu Xitayning organi de deb xuddi CGTN taqalgandek xoş bolganlarını kördük. Xitayning ta'limoti bo'yicha ish qiladi degandek inkaslarını kördük. Bunun siz nima deysiz? Endi bir jamiyat bo'lgandan bir jamiyatda on ta'tir odamlar bo'ladi, o'xshamagan odamlar. O'xshash normal bir odamlar ama on ta'tir vaqtlar bo'ladi. Hammamiz mustamlika ostida yashab, zarbiga uchragan bir millat. Unda bo'lgandan bu zarbiga uchragan millatning a'zolarining ichida gumonxo'rlik, andisha, biroz normal millatlarga qaraganda normal jamiyat qaraganda jiqrab bo'ladi. Ama şunda davatqa adamlar hiç kasını mevbetten millet numandak oylamaydigan oylaydigan adamlar hatta ziyade oylaydigan adam. Fakat köygen tecrübeleri sap selbi tecrübeler olup ketkenlik için beşide cık zarbe yap ketkenlik için muş yaptan kılıp oturup gumanlı karavut eden ameliyatta şiriyasıdan guman kıldığa iş kandaş yok. Fakat imkanlar dairesinde yol koyulduğun dairede iş kılıp oturup soğuk koyulduğun mesela. Yani muş inkaslarga qarasak mesela en qattiqi mushu Sharqi Turkiston ism masalasi. Mushu Uyg'ur rayoni yoki Uyg'ur eli deb ishlatishinglarga umumiy xalq norozi. Balki sizmi diqqat qildingiz? Qaysi kuni mushu radioning Facebook betiga bergan bayonotida Sharqi Turkiston ananikin tirnoq ichida Xinjiang deb ishlatibdi. Mushu vatanimizning ismini nimishqa Sharqi Turkiston deb olmaysizlar? Tibetmi faqat Tibet deydi va yoki Tibet rayoni va yoki G'arbiy rayon deb anmaydı. Şuna bir cevap versiniz. Şu ben 2007 kirdim radyoga. Kirgen çağda şu isim kolunu üstüm. Uygur ayında. Ama ben o elbette köpçülükne bu sezgörlükünü bilme. Onun ki bunun için emgek sınırlığı adamlar var. Buna mahsus iniqlap bakmadım. Bu kanunda oldu. Ama tahmin kılalayım, perzimini bire bildirelim ama köygen ahvalkan.
Menimcha bu yani nimaga bordi desa, asosan bizning amalsizligimizga, chorasizligimizga bordi. Albatta, men chet elga chiqsam, gizitlarimizdan ahvoli manda ekan deb. Va yana bir narsada shu chaqda yeng kelgan chaqda Sharq Turkiston vaqtga kirdik. Bizniki eng bilsak shuni tomlarga Şinjan degan nomdagi xabarlarni gizitdan kesib tam chaplab qo'ydi ekan. Ma gizitda Şinjan degan xabar chiqdi. Nima desa, bizning gapimiz bo'ldi dedi. Bu Şinjan deganligi, Uyg'ur deganligi, Sharq Turkiston degan talab qo'yish yo'q bu chaqda. Şinjan dedi, ne bo'lsa bizning tilga dedi. Aşağıdaki bu tam chaplab qo'yish emas, biz tilga ilindi. Yani 90 bu ben 95 çıkan olsam 95'in ahırı çıktı. 96 gap bu. Aslında tamga o çaplak koyulması şunu koyuyordu. Şarkı Türkistan'ımız. Andın şu vakti anda ben Aysa Efendi'nin kitabını okudum şarkı Eser Doğu Türkistan için diyen bir gibi var. Raskapını kısam bu davanı dünyaya emas Türkiye'ye anlatıp bulamadım dedi. Şu ahvanı ekten gördük. Türkiye'de bizne milletçi, vatanperver biraz dindar katlamlar bilgen köpünüz bilmeydi ki. Hatta bazıları gombul karaydı ki. Asasen bilinmeye gelkemiz. Biz 90. Fakat 97. yılı Bulcu vakasıdan ki şahsen ben 97. yılı Bulcu vakasıdan ki bilingen sonun çıkı başladık da karaydı. Onun aldırıp biz asasen 10 tılık etken bir milletkemiz. Gerçi 49, 44, 45'teki inkılaplar sebebiyle ançumunç halakaralığa akbaratlar çıkan bolsak mı, onun da zaten kazanların üstüne yipet geldi getken Xitay bizni hiç kim bilmekke bilemedik. Şuna Türkiye'ye çıkan vaktimizde teşkilatımız aşırı bir Şinjan'dan gitme bir şansıga tam bu çaplayıp koşuldu. Onun da iken biz Amerika'ya geldik, Amerika'ya gelip radyo gelip işleyendik ki bir kısım ki bizden haberlerimiz verilgen haberini haber verilgen buldu. Falanç bizden haber kıl dedi. Demek için onu aldır biz fakat haber bulmadık için. Keyinki vaqtda haber qilmadan bo'ldik. Biz o'zimizga mustaqil aldığımız qildan bo'ldik. Shu vaqtda 97-yil G'ulji vaqasi bo'lgan chaqda yana esimdan chiqmagan bir ish bor. Amerika tashqi ishlar ministri Albert Xanim videolik bir yig'inda deydi. Xitoyning inson haqlari vaziyati haqida gap qilib, Xitoyda Uyg'ur deb bir millat bor deydi. Yani Uyg'ur deb bir millat bor deyishning o'zi nima desa, bizning bor yo'qligimiz bu yerda bir tema bo'ladi so'z bo'ladi. Bizning borligimiz bilmaydi ekan. Yani bugün bir birisi Uygur'da bir millet adamda demedi ise o savaşsız olur. Demek 96-97 yılları bizim ahvalımız bekmekçe. Dünya asasen bilinmeyen. Şu çağ teşkilatlar mesela o Xitay'ın kendi erkek şeyde Tibetlik'in peşinde isildi. Neymiş için bizden hiç kim bilmiyordu bir şey. Kim azrak vakti ötkendiken biz hem 97'de bilingen olsak 2009'da biz başkalarda işip gittik. 5. yıl vakasıdaki. Bu olavatqa işinin hemmisini mesela vatanın içindeki vaziyeti münasebeti. 2009'daki bizim vaziyetimiz başka Tibet yıldırımı işip gitti. Xitay demokratçıların bir yerde kaldı aldı oldu. Sonrakken bunlardan tabi kap kaldı. Şuna aynı vakitte bu biz fakatli bilinmeyen, tonulmayan boğaçka belki muşu radyonlukla iltimas sunganlar. Şunda asan bolsun da Şarkı Türkistan desek Türklükle bağlanıp kalımız. Çünkü Amerika'nın özde Burmaç Ermeniyle var, Ermeni kollukçuları var. Ondan da tosalıp şurap kalmıyor diyen bolsun ki. Yani böyle Şarkı Türkistan desek de hiç kim bilmeyendikken onu düşündürüp doğru keldi Garbi Türkistan kıydı. Onun kere Şinjan degan bular bilgen nam bolgan ekan. Şinjanni kullanmak Uyg'ur degan Uyg'ur ayını Uyg'ur ili deb sungan bo'lishi mumkin. Endi men faqat men shunchalik oddiy qarayman bu ishda hech qanday Xitoyning o'yini va Xitoy tarafdorlikning roli yo'q. Xitoy tarafdorlik bo'lsa bu radioni zar ochmaydi. Xitoy tarafdorlik bo'lsa bu ishlar zar bo'lmaydi. Endi shu odamlar endi shu vaqtning o'zida hozirgidek bir sezgur jamoatimizmi yo'q? Doğru. İnsanlar zaten mi arlaşmaydı yani bu azremimizle kuş. Doğru. Şuna şu vakitte bu adamla sungan adamdı sezgürlük yok. Ya sezgürlük bosma. Toxta nim bosmasın bana bir içi olaydı. Marhadı bu içilse mansub kağınına kılaylı diye bir niyet var. Şu ben bunu adamla niyetini kumalanmayayım. Onun kendi mesela hak bildi, sezgürlük oldu. Boğandı ki ben anlattığım, ben körep doğan. Tabii bana mesullar değerinde demez. Başlıkla ben körgen başlıkla mesullar. Dedi, ma xalqimiz ma Sharq Turkistondan xalaydi deb baktı ama ular angacha bu rahbarlik almış ketken bularni qanday qilsa o yuqorga deydi yana birisiga deydi jiq vaqt ketdi uni qabul bo'ldi rad bo'ldi ish bor shundan bilan bular bo'lib qoldi deb qarayman bu yerga
Uyg'urning irodasi bilan Uyg'urning xalab qolmaslik bo'lgan ish emas. Bizning vaziyatimizning nacharligini bu qilgan bir masala albatta Sharq Turkistonda yaxshi bo'lganligi buning hamma jihatga uyg'un keladigan xalqimizning muxolifati hammamiz bilamiz. Men mushunday ichida yashayotgan biz bilishibdim bilan men kirgandan hozirga qadar uning oldirgan bu hozirgacha Uyg'urning shu radioga ko'ngil bergan mushuni qilayotgan odamning vatan millatga sadoqatidan qijil gumonlanmaydi. Hech qanday çaresizlikten, amalsızlıktan bu kadar burun ahvalının načar bağlılık için de koylayım. Ki özgertimiz de koyduğun özgertemeye kaldı. Mushu radioni har xil shaklda baholaydiganlar bor. Hamda radioning mushu irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglashda roliga ko'z yumg'ul bo'lmaydi. Mushu lager xabari tunji chiqqandan boshlab radio Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida to'xtamay xabar chiqarib tudinglar. Mushu ahvollarni so'zlab bergan bo'lsangiz. Şu anda 2017 vaqtdan ko'pinchimiz ustum tutish oldu. Hammamizning urug' tuqqanlarini tutib kirketdi. Chet Uyg'urlar uchun bu sıra emas bir ish oldu. Çünkü her bir aileden birden 5 kadar adam siz ketken. Anda vatanning ichida mushtirlik keldi 1 milliondan ortiq adam kirketdi dedi. Ama 1 milliondan ortiq adamni bir yer tutib solash, tutib asa ish emas. Onun mümkünçiligi ham burun bo'lib baqa ish emas. Şun hakmi işenmedi hatta biz özümüz mi işendiği vakti var məlum yaratdı. Muşunda bu kitabdı. Ki qarsak onun mümkünçiligi ispatlandı. Bunu qanday ispatladıysa şu bir rayonluq telefon qilib senin məlağını qanday iş var, senin məlağını qanday iş var ki 25% adamni 40% adamni tarbiyeləyimiz dedi. Yani 25% adam tarbiyeləyimiz dedi. Muşu samba tutuvatımız degendikin bu narsa aniq oldu. Ondan diken men Onunki yani buna zar onda deyilgen böyle ne qaysi mektep qayerda balkanını bilamiz. Tunji bo'lib lagerninki aniq o'rnini, aniq sonini konkret bir maktabda G'uldinoyisini topdik. G'uldinoyisniki 4-tarbiyalash markazi deganga telefon qildim. Telefon bog'landi. Telefon bog'landi maktabning atalmış o'qituvchilarni, saqchilarni va ayrim maslar atalmış o'qituvchilar biz maktabning nomini 4 qatim o'zgartirdik. Hozir 1500 o'quvchimiz bor. Bu dağı mandak adamlar akaldık dedi. Degendiken andırmamı özemman metodu bo'yicha o'quvchilarning bir so'zdan so'zish baxsam bo'ladi desam maqida bir o'quvchisini tortib chiqdi. O'quvchisidan sen bu nima ish bo'lib qanday bo'lib bir kelib qolding sen? Men shunda chet eldagi inimdan fazla pul sağantim şu men tutib akaldi dedi. Allah. Seni qanday udul akaldimi qanday akalsan beshim qarqaltib keydirib akaldi dedi. Bu turuq ancha o'qituvchidir ma telefonni ko'tarib sinfga bir akaram sinfdagi dersninki kayfiyatını bir kupa qaylaydi. Desem telefonu götürüp sınıf girsek Xitoyning davlat she'rini o'qiyotgan minuti to'g'ri kelibdi aytgan soat 8 ga. Demak, u yerning bir maktab emasligi, odamlarning, o'quvchilarning atalmış o'quvchining sifati, o'qituvchining sifati andin she'r bilan davlat she'ri bilan isbotlandi. O'qituvchidan so'radik biz qanday bo'lib bu maktabning ismini deb beramadi. Shunga bu sen nima deb beramiz 4 qatim o'zgartdi dedi. Indas telefonu götürüp maktab darvozasiga chiqib qarab, manda kasbiy tarbiyalash markazi deb sil nemish ki bunda 4 qatim o'zgarsa desek, boshda manda deb qo'ydik, 4-qimada deb qo'ydik, manda qo'ydik. Oxirida qarsak, yomon ta'sir olmaydigan makiyajmi, yomon ta'sir olmaslik uchun kasbiy tarbiyalash markazi deb qo'ydik. Shuni aynan qo'limizda rekord va ovozi va o'qituvchining ovozi va o'quvchi degan beshi qarqalti kaydirilib akilgan odamning ovozi va shu paket bo'ldi. Buniki qandaqda atalmış tarbiyalash markazi emas, jazo lageri ekanligini qo'ydi. Uning keyindan ham davomli buni qildik. Qashqarda oldi bilan Qashqarda 120 ming odam tutilganligini uqdik. Sonini lagerning borligi bilindi, ammo soni yana aniq emas. Qash maktab 1500 ekan, 4-maktabda bu yer 5000 ekan. Ham sonini aniqlab deb tursak, angacha Qashqardagi bir sinfning bir telefon nomeri qo'limizga tushdi. U bexatarlik, davlat bexatarlik ishlar ekan. Uni gapga soldik. Inaqam ko'pchilik bo'ladi, gap solamiz bu yerda. Gap solsak, bizdan Qashqarda 120 ming odam tutildi dedi. 120 ming Qashqarda shahar ichida 120 ming odam tutildi degan gapning o'zi viloyat bo'yicha az deganda million bo'ladi. Jamiyatga ko'chib tarqalgan 1 million o'shiq degan odamning rostiga aniq bo'ldi. Uning degan amnestiyadan va kechirim tashkilotidan bizlar aloqalashib, sizlar 120 ming dedinglar, qo'limizda manda sambati ular aniqlanmayotgan, oshkorlanmayotgan sonida isbot yo'q o'rniki. Bizga manda degan qanday deganki 120 mingni ko'rsatgan ekan, u xotirjamolda kechirim tashkiloti 800 ming dedimi, shu choq 1 million deb o'ylan qildi. Ma rasmiy o'rinlarni da'vat qilganda, hamda tabiiy rasmiy bo'lmagan o'rinlarning shaxsiylarni deganlar bor.
1 milyon 2 milyon da. Ama kesbi resmi orladan aldı bilen bizde de yok. Ondan keyin kesbim teşkilatıdır, onu Amerika hükümeti dedi. Andın zaten 1 milyondan artık adamның turmet ekanligi şunu isbatlangan boldu. Buna da biz başlamçı rol oynadık. Elbette bunun da texmi muhim rol oynagan. Bunun içindeki işinin nima bo'layotgan lager şahitleri var. O lager şahitleri onunki biz ana bağlılıkını ispatlagan bolsa Xitoy 20 oygacha yo'q deb turib oldi bunday narsa. 20 oy to'shgan chog'da biz ochiq xabarini e'lon qilgandan keyin undan keyin 20 oydan keyin e'lon qildi bizda bor. Lekin bu jazo lageri emas, maktab kasbiy tarbiyalash maktablari. Anda uning kasbiy maktab emas ekanligini lager shohidlari isbotladi. Har birisi jazolani qildi. Shuning bilan bir millatning nopasining 1 milliondan ortiqi turmaga kirib ketsa, u nima oqibatlarning yuz berdiganligi, qanday ishning yuz berdiganligini dunyo bilalaydi. Qanday deputatlarning aytib, tabiiy holda nopas tushdi. Aile parçalandi, xizmat to'xtadi, ish to'xtadi, u millat yo'qlashga boshladi. Yoki nopas to'lash. Shunda bo'lganlik uchun erkak qirg'inchilik degan gapni nima uchun boqmaydi? Mike Pompeo dedi, shu son bo'lganlik uchun. Uning oldida tabiiy Mike Pompeo davomli bizning radioning xabarlarini orqali chiqqan xalqaro xabarlarni bizning radio demaymiz hamda xalqaro xabarlarni ko'rdi, Uyg'ur vaziyatiga lager shohidlari so'zlashdi. Idisda muqimlashganligi uchun yüzde düşengellik için ahırda çoğun gapni qildi, bak çoğun gap. Bir davlat rahbari hech kim demagan gapni qirg'inchilik degan gapni e'lon qildi. Xalqimiz rozi bo'lgandek, hammamiz xush bo'lganligida. Hamda radio o'zimizga tushgan vazifa shu. Radio G'ulji voqea sababi bilan qurildi. Shu yerda to'kilgan qondan bilan. Boshqa faoliyatchilarning tirishchilik bilan. Biz shuni ishladik. Shuni ishlaganimiz uchun shuning badalini, shuning shular shunchalik badal to'lgan ekan, shunchalik badal kelgan ekan, shuning qartab biz ishladik. Shunchalik tirishchilikni ko'rsatdik. Shuning bilan manchilik natija keldi. Bu natija degandek darhol bo'lgan ko'z ko'gin bo'lgan natija emas, faqat Xitoyni qaralash, Xitoyga bir tamg'ini besish bo'ldi. Mana shu biz qaysi kuni sizni taklif qildim, vaqt sababdan kelmay qoldingiz. Shu Human Rights Watch'dan bir tadqiqotchi keldilar. Davatqani shu radiodagi yerlarning taqlig'ini shu rayondagi, ya'ni o'zim so'zi bo'yicha shu rayondagi biz amdi bildigan narsalarimiz ozlab qoldi. Biz bilmagandan keyin biz harakatga o'tamaymiz. Shuninga mushtaq yerlarning taqlib qilishining qanchalik bir ta'sir ko'rsatganini bir tushuntirgandi. Shunga deganda the more we know, the more we can act. The less we know, the less we can act. Deb mushu so'zi qat'iy esimni chiqarmaydi. Ammo gap men qisqa tunaga men Washington Post'si gazetining muxbirnoma ziyoratini qabul qildim. U shu savolni so'radi. Mushu bu radio taqlib ketdi. Bu zodi sizlar uchun qanday bir mana ifodalaydi? Hozir bu nimada Marko Rubio qatorliq odamlar va mushlar turib mushna bo'lib qoldi. Bu qanday mana ifodalaydi? Azroq nima bo'ldi? Men o tarafga ketmadim ama şunu dedim. Bu radyona taqalganligi birinci Uyg'urlar xalqining ovozi sirtqa olingan bo'lgan bo'ldi. Ikkinchi Uyg'ur xalqining chet elni to'g'ri tushunishi azaygan bo'ldi dedim. Bu hamda 2017 yildan keyin bak tushmadi, zat to'sib o'tildi. Uchinchi chet el Uyg'ur faoliyatchilarining Xitoyga qarshi bir qurol nimqon bo'ldi. Yana birisi Xitoyning o'tkazayotgan jinoyatlarga yani bir taraftan xalqarodagi ojizliklarga chapon yopilgan bo'ldi. Endi Amerikaga nisbatan aytgandirim, Amerikadan ham qaqshab gap qilmadim. Dedim, Amerika bu yerda xato shuni qilyotdi. Hozir Xitoyning Abdubashirisini ichish, Xitoyning o'tiriq tartib chiqish, kamchiliklarni ochiqish bizning radioning bu vazifasi. Qandaqdir Amerikaning hozirgi administrationdan keyin hozirgi hukumatning Amerika birinchi siyosatiga xilof kelmaydi. Chunki Amerika birinchi siyosati cho'qim bu yerda Amerika tahdid silayotgan Xitoy va dunyoni egallayman deyotgan Amerikaning o'rnini egallayman deyotgan. Shuning uchun men ishonmanki Amerikaning hukumati cho'qim bir Uyg'urning ovozini o'rin berdi, asli keltirdi. Chunki Amerikaning hozirgi siyosati bilan Uyg'ur servisining xizmati bir-biriga ta'sir kelmaydi. Bir-birini to'liqlaydi, hatto ehtiyojli. Biz bu Uyg'ur radiosi masalasi qandaqdir Uyg'ur qirg'inchiligining baldu taqlish masalasi emas. Xitoyning rezilliklardan, Xitoyning xatarning dunyoga dizira bilinishi, Xitoyning dunyoning oldidagi butun zo'ravonliklardan, yo'lsizliklardan dunyoga tahdid ekanligining bilinish masalasi. Bu Amerikaga bo'lgan tahdid nomisi, shunga bizning aramizda manfaat to'qinishi yo'q. Hozirgi Uyg'ur servisi bilan Trump hukumatining orasida.
Şoňa buna çoxam patykanda esli keltirdi dep işinmedi. Ameliyatmış. Siz zade muşu Trump efendim siz qana qaraysız? Çünkü Uygurlarımız xuddi bu Xitayga bek öş, Xitayni yıqıp yuturu dep oylaymiz, lekin özünün davatqan gaplarida ağzın chiqqan gap bu Xi Jinpingning og'inisidek, hatto uningdek diktator bo'g'isdek bir xil g'oyasi bordek chiqib turib o'zining og'zidan chiqayotgan gaplar bu. Bo'lsa asta kontrol qilsa Amerikani, asta bir nimasi bor. Siz buning qanday qaraysiz? Ben Trump'ni qo'llayman. Hem baştan qo'llab keldim. Hmm. Sebep nima desa boshqa narsa emas. Trump farqli bir odam. Bizga farqli bir odam kerak. Odatda normaldan tashqari bir odam kerak. Nima uchun desa Xitoydek hozir bir cho'ng davlatga kuchlangan, Xitoydek dunyoga hokim bo'layotgan, dunyoga manfaat yetkazayotgan bir davlatga qarshi turish uchun shu davlatning rahbarida favqulodda bir xarakter bo'lishi kerak. Normal xarakterdagi bir rahbar Xitoyga qarshi tura olmaydi. Çünkü cemaat fikirden okudu. Xitayning nopasını oylaydı. Xitayning bazirini. En muhimi hazır Xitayning bazirini oylaydı. Xitayga karşı gap qilishdan jasorat qilolmaydi. Şoňa menimçe zade Trump'ning gayri normallık bu. Bu gayri normallıkni yaxshi taraf desek bo'ldi, yomon taraf desek bo'ldi. Mayli yaxshi bo'lsin, mayli yomon bo'lsin, gayri normallıkning o'zi foydali. Çünkü bizga gayri normallık kerak. Dunyoning navbatdagi tuzumi, tartibi o'zgarish kerak. Normal dunyoning hozirgi sistemasida bizga foyda yo'q. Dünya bir onda tömdü buluş gerek. Dünya özgürlük gerek. Şuna da bizge menfaat çıkıldı. Bizge toplantı tokaş çıkıldı. Biz hakikaten Trump'ın insan haklarının çatkı yok. Ama Trump'ta aşında panik çıkıldığan, keskin karar aldığan, düşmanda kargımızda zerbe yurduğan bir güç var. Ontay kılalaydı. Son Xitay, Trump'tan ontay kıldığan mecazet ne ben kollayım. Ben şimdi Uygurluğun köpenisi şu. Keskin karar aldı. Şu keskin kararlardan biz gibi payda çıkıp kalan ki deyimiz. Kandakta Trump kişinin ketkenliğimiz alırız. Şahsen ben şu. Yani bir sual kelsek, şu vatandın avaz ilip Xitay dünya anlamasın degan avazlarını dünyaya anlattınız. Şu hizmetiniz jarayonida sizge en ta'sir qilgan yadınızda chiqmaydigan vaqadan bir qanchisini eslab bera olasiz? Hamda radyoda işleyen iken mesela ağan mukaffatlarımız. Mesela Arzgul Tursun vakası Golden Aysi'de bir ayal doktorxonada balısı ilmi turgan iltiram etilmeyecek takdirde bir kardeşimizin uçur yetkişiyle fedakarlık kesti. Kahramanlık kessetken bala oyunumuz hazır sürmedi buluş ihtimallık çok. Şu yetkişide uçur olan onu biz akbaratçılığı haber verdik, kız koğlap verdik, ontiyat haber verdik. O ayal doktorxona ekilinde doktorxonadan kaçtı. Onundaki Amerika hükümeti bana inkaz kaydedildi. Şuna olan tunca kettim 2008'de. Bir baba, bir can, halkaranın armışçılar. Akbaratının işine aşkarlışı, Uygur paliyatçılarının küçük göstişi, Amerika'nın armışçılar kutulup kaldı. Bir can, hayat lazım. Şu haberini vergen haberi bana altın mükafat gelişti. Onun kendin Xitay çetelge keçip ketip küçük aileni bu nemineki terörçüler haber kılan, onun terörçü emez. İki akıfka aile ekanligini haber kılıp bazı bu bir mükafat verişti. Onun kendi bir neçe törtleş mükafat verişken haber kılındı. Andın mühim haberlerim mesela 2009 ürünç vakası yüz belgendiyken ayıp olup ketken adamlı var. Şunu hiç kim bilemedi ama hatta 50 adamını biz birler kısımları tartışıp açıklık konuştuk. Onun ailesini törtledik. O var. Onun iki makalamı, kavramı mükafat verişti. Ama ben bu mükafatga erişkenlerimden dim bekirek, mükafatga hiç erişimgen haberlerimden fakrlanıman. Bu bosuma karşılık hareket. Vatanda 2008 yıldan 2017 yılgacha üzme karşılık hareketler boptu. 2008 mesela Qashqarda harbiylar hujum qilish vaqasi 4-avgust. Joyda zanjirisman portlash oldu. Onun kendi bop ketgan chiqishlar. Axir 2017'de qar. Aşınan hammasini Xitoy bunun 5%'ni e'lon qildi, 95%'ni e'lon qilmadi. Nima uchun e'lon qilmadi? Birinchi Xitoy o'zining ko'chmanlarini o'tib ketdi deb e'lon qilmadi. Ikkinchi dunyoga biz tinch yashayotgan bu Uyg'urlar bizda rozi, bizga qarshilik ko'rsatmaydi va itoatchan xalq deganni isbotlash uchun ko'rsatdi. Faqat 5%'ni xalqaro terror bog'lash uchun o'tirib chiqarib baxtdi, ammo aqmagan keyin darhol tortib oldi, o'zgartib oldi, yana oldi. Ammo biz 2008'den Olimpik Korpusidan 2017 lager kurulmuş olan vakanın
asasen hemsini xabar başkıp çıkar. Buna diken karşılık hareketleri de ben şu haberini belgeldiğim için ben şunu da ait huzur alayım. Çünkü şu karşılık gözetlerle ulanın maksatı hiç kaçan şu yan bir parti biliş, şu bir adamı türüş, birsiz zerbe ürüş emez. Bunun maksatı dünyaya avazını altış. Dünyadaki belirli bombanı tanıp özünü partlatıp atkalların hiç kalsın maksatı şu zaman şu yan netice yetişemez. Dünyanın dikkatini tartış. Dünyaya avazını bir kıtıma altış. Asasen bu avazsızlığının kuralı bu. Şu özünü partisi hareketleri. Acizlığının küçük kural demiz ki şuna. Bizdeki şu kıyırındaşlarımız mı? Şu fedailer mı? Şuya kirgen çağda ondan maksatı ne verse Xitayni öğrütemedi kalıqını bildi. Şunun ola işinin özlerinin şu zaman tügede kalıqını bildi. Dünya vedalısını bildi. Fakat maksatı dünyanın bir dikkatini tartış. Dünyada esin siliş. Olanın şu gayesi menin muş haberlerim bilen bizden şu haberlerimiz bilen temel geçti. Şu an ben xuddi şu jangda, şu urushda shular bilan yonma-yon ketayotgandek, şu Novosibirskga hujum qilish voqeasi bor, Ko'mirkonga hujum qilish voqeasi bor, Pichan Saxxanskga hujum qilish voqeasi bor. Shular agar shunchalar o'tadi, o'zlarim o'ldi, ketdi, agar bu neft o'tganmiz, dunyo bilmaganmiz, ular maqsadga yetamagan bo'ldi. Biz xabarni berdik, maqsadga yetdi. Shu men shular bilan yonma-yon ketayotgandek shu urushda, shular bilan birga ketayotgandek his qilmay o'zimni faxrlanaman. Bu xizmatdan razı oladigan, vicdanım rahat oladigan ish shu. En faxrlanadigan shu. Endi yan tafsilsiz kelsak albatta jiq ishlar bor. Masalan, Ko'mirkan hujum voqeasini Xitoy 56 kungacha e'lon qilmadi. Shu hujumni qilganlar 50 necha odam o'lgan voqea, soqchilni to'zaqqa tushirib chaqirib kelib, uni Qur'onni tatib qochdi. Vardı yolda mangıç 15 gün 2015 voqea. 40 necha kun qochgan chog'da shu jarayonlarda bizim aloqalashib turishlar. Nima uchun aloqalashib turdi desam, shular shu burun bizden xabarlarimizni anglagan, burun shu vatanlik qarshilik harakatlarini anglagan, shuningda ilhom olgan odamlar. Yani ola nima deysiz, biz bir ishni qilsak, dunyo ko'rdigan, biladigan degan narsani. Axir shu Ko'mirkan voqeasida Aqsuda, Bayda eng cho'ng voqea bo'ldi 2015-dagi. Shuning o'lgan, tugab ketgan shu yerda mujohidlarimiz Mehmet, Aysa, Tursun Ali qatorliq safdishimiz, qarindoshlarimiz bor. Ularniki bir tutqunni, bevosita tutqunni Turkiyada uchrab. Ular bilan ko'rganlik bildim. Ular qanday ekansa, butun xalqaro xabarini ko'rgan, bizning radioni anglaydigan odamniki. Shu yo'l bo'yi bizga kelgan uchirda bu manba nereden keladi bilimga andi bildik shular. Şu an Xitoyga qarshi bir maydon jangda biz shular bilan birga bo'la oldik. Shu bu meni agar baydigan aslaydigan qimmatli xabar bo'lmuş. Mushu g'arbda bunda bir hukm bor. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Yani birisi palanni ya da bir grup insanların terörist ise yana bir grup nisbeten ular bir azatlık jangchisi demdik. Mushu mening bek esimda bor. Mushu xabarlar o'tirib qo'yilgan chog'da bu irqiy qirg'inch, ya'ni bu lagerlar ichisidan avval qishlarga Uyg'urlar bir xil ya bunda xabarlar taqalmasa, bunda gapni demayli va yoki bu xabarlar chiqqan chog'da bu Xitoyning o'yini, Xitoylar bularni saldi va yoki bular Xitoy bu yerda o'yin qo'yatib, mushuni qilsinki, ananikin Uyg'urlarni terima bassin degandek bir bunda hatto tashkilotlarimizmi qat'iy yaqin kelmaydi bunda imlarga. Masalan, bugungi kunlikda ko'ryapmiz, ismini atmasaqmi, ba'zi mushta faoliyatda olib berilyapti. Bunda guruhlar dunyo xalqi tomonidan qo'llanyapti-da. Musha ahvol siz qanday qaraysiz? Gapimni tushundingiz herhalde. Ya tushundim. Bak muhim nuqta bu. Şu an ben bu Xitoy qurolli qarshi harakatlarni bergan chog'da, yolg'iz Xitoyga qarshi bir kurash bilan emas, o'zimizning ichidagi jamoat fikri qarshimi bir kurash bilan ifoda etsam bo'ladi. To'g'ri. Chunki shu cho'qim besimis qildingiz. Radiodan uni qilsam, o radioning ichida qo'yib turibdi. Radioning sirti zodi chet eldagi Uyg'ur jamoati. Xeyli ko'p qismida shunda qarshilik harakatlarini ziyonliq deb qaraydigan Xitoyda bu nereden kelib qolganligi ayrim bir tema. Bu odamning kallasiga, bu xalqimizning jamoat fikriga, bu aning so'nqarlik hamma xatarli bir fikr deb qaraymiz. Bundan bir chet el bir necha bir do'stlar bor, biz o'zaro deyishadigan. Shu bu qurolli harakatlar cho'qim kerak. Cho'qim bundan biz nomus qilmasligimiz kerak, qochmasligimiz kerak. Bundan boshqa yo'l yo'q ekanligi, bizning o da'voimizning chin da'vo ekanligi, haqiqiy bir da'vo ekanligi isbotlangan bu narsada bir necha do'stlarimiz bor. Ko'pinchisida bundan uzoqroq ketish bor. Shundan shuni izchil bor.
Karşılık karmay. Xitayning qarshiligi bir tarafda. Bu tarafda to'sti qarindoshlarimizni bu jazaq bu boshqa chet elning to'g'ri ammo ma ishdagi to'g'riligimizga yuz ishonamiz. Chunki mening falsafam shu. Biz dunyoga davoni anlatimiz deymiz. Nima uchun anlatamiz? Bizning ezilgan datlatgan millat ekanligimizni anlatish, bildirish, esdashlikka erishish uchunmi? Biz bundoq emas. Esdashlik degani o'zi haqorat bu. Esdashlikka erishishdan maqsad bizga sherik tepish, bizga yordam qiladigan, bizni qutqizadigan bir do'st tepish uchun biz chataldi. Bunda do'st, bunda sherik tepish uchun qanday qilishimiz kerak? Biz kurash qila oladigan, badal to'lay oladigan, ezilganlar, dasalganlar emas. O'rnimizdan tura oladigan, bizni faqat qo'limizdan tutib tursa, qo'pab mana oladigan, haqqa apash bo'lmaydigan bir millat ekanligimizni isbotlashimiz kerak. Buning uchun kurash qilayotganligimiz, jang qilayotganligimiz cho'qim bilinish kerak. Buna olatan Xitoyning zulmini bu ikkisini tang etmishimiz kerak. Bu reallik shu. Ham zulm uchrayapmiz, hech qachon zulm qarshi to'xtab qolmadi. Ammo bizda bir qism qanday shakllanib qoldi? Zulm uchraganligimizni desak, izlaganligimizni desak, bichorligimizni desak bo'ldi deydigan shuningga to'xtab qolgan odam bor. Ammo uni men yo Xitoyning adami demayman, hargiz unday emas. Ularni bu yerda vatanning millat uchun bizden öte başka turduğunlar, hatta az diyen bizçilik başka turduğunlar. Ama okşamagan fikir, okşamagan ideya. Bunu ben şunda adamlarla dost ağını da kendi bile ardış yürümez. Gitmez müştakilde, tedrikilde değişimiz ama işinimiz. Ne için? Çokum bir adamın hata fikirde buluşu, okşamagan fikirde buluşu, çokum Xitayning adam buluşu ne ispatlamaydı. Okşamagan ideya mı, okşamagan mecaz mı, okşamagan göz karış mı, bazı ixtilafımız keltirip çıkırdı. Şuna benim etrafımda benim bu işimni qo'llaydigan, qurolli harakatni davomliq beradigan, hatto qo'llangan iboralarni xohlamaydigan nurg'un do'stlarimiz bor. Xabarga asgan hammasi ular yaqin hech qasining nimasidan men gumonlanmay maydonda. Ular bilan yana shu o'tma. Ularning gapini navbatgancha to'xta, men xato qilib qo'yadimmi, qada mushdan to'g'rimi debmi o'ylashga qo'ydim. Ammo hozir qadar isbotlandiki, bu dunyoning yaratilishi shu, insonning yaratilishi shu. Bir adam özünü öz qoğdumuğuça, o'ttirg'i chiqmagicha masala sal bo'lmaydi. Haq quloq solmaydi, esida qolmaydi. Shoma terrorlik masalasi kelsak dedik-ku. Bizni burunmi degan men deyman, Xitoyning bizni terrorchi deyishi tutuq. G'alabimiz bizniki. Bu bizning mavjudligimizni e'tirof qilganligi, bizning irodamizni e'tirof qilganligi, biz Xitoy bilan birga yashamaydiganligimizni e'tirof qilganligi. Bu g'alabimiz. Bu Xitoy bizni terrorchi deb andishib ketish, qo'rqib ketish, urkib ketishdek ahmoqona ish yo'q. Bu siyosiy ongning nollikini ifodalaydi. Bizni xalqaroning bizni terrorchi deb qilishi afsuslanarli ish. Unda demaslik kerakdi. Xalqaro unda demaslik kerak. Istiqbolimizdan qorong'ilashib ketganlik emas. Chunki terrorchi deb atalgan Mandela, Arafat, Hashim Tachi, hammasi hozir hukumatning boshida. Dunyo xato oldi, bizni balkim terrorchi deb qilish mumkin. Ma'lum vaqtda xuddi Amerika bir qatim deb chiqarib aytgandek, bu biz qo'rqib o'zimizni qajib turgan narsamiz. Eng qo'rqinchli nimasi? O'zimizni o'zimiz terrorchi deb tushunib qo'yishimiz. O'zimizning harakatidan o'zimiz nomus qilishimiz. O'zimizning harakatini va terrorlikda bu haqqoniy emas deb qo'yishimiz. Bu qo'rqinchli bu. Shunga Xitoyga qarshi biz nima qilsak bo'ladi? Qiladigan har qanday ishimiz haqqoniy. Shunga bizning ishimizda hozir qadar terrorlik bo'lib boqmadi. Bundan keyin bo'lmaydi. Vatanimiz qo'limiz kelmagicha Xitoy u tuproqda voz kechmoqchi. Chekinmoqchi. Shunga bizga har qanday yo'l. Ozod bo'lmagan Xitoy xalqi va boshqa har qanday bir xalq bizniki mustaqilligimizni qo'llamagan ahvol ostida ular bizning do'stimiz bo'lolmaydi. Qachon u bizni qo'llasa, u bizning do'stimiz. Bo'lmasa bizning dushman hisobida. Chunki bizning vatanimiz bo'lmaydi. Shunga bo'layotgan qarshilik harakatlarining hammasi ega chiqishimiz kerak. Shakli bunday qilish mumkin. Bizning xalqaro qonunga cho'qim uygun tushadigan majburiyatimiz yo'q. Chunki xalqaro qonunni tuzganlarning orasida biz yo'q. Xalqaro qonun bizni qanot ostiga ilayotgan yerimdir. Xalqaro qonun bizga kepillik ega bo'lgan chog'da anda bizning uni bo'ysish haqqimiz. Shu nuqtadan bizning andish qiladigan qarshilik harakatlarida andish qiladigan hech qanday ish bo'lmasligi kerak. Mushu mayli faoliyatchilarimiz bo'lsin, tashkilotlarimiz bo'lsin, har qanday mushu Xitoyga qarshi ilib berayotgan harakatlar, mayli diplomatik, mayli boshqa mushundaq ishlarga doim ijobiy qaraysiz, doim pozitiv qaraysiz. Nima ishqa? Birisi men endi vatandan chiqqan chog'da dedim-ku, biroz bexatar bir ahvolga qolib qilib chiqqan chog'da yo'l bo'yi xalq kishilarimiz, xalqimiz yordam qildi.
do'st Hı. og'inlarimiz, hatto tanimag'anlarimiz, do'st og'inlarimiz. Ikki misolni olsam, yamanjiq bir jarayon, mana 1 yillik bir ketish jarayon. Bir tijoratchi bilan shu chozig'i ketib kirib, Qo'rg'os chegarasiga bir tijorat. Yonma-yon o'tirib qoldik, yo'lda ketib kirib, yarim soat vaziyat to'g'ri so'zlashdik va naqshlikni gapda Xitoyni tilashdik da tamamda. Da. Undan keyin mening beshimga keldi orliq 1 yil o'tgan ekan. Men Guangzhouga keldim, Guangzhoudan chegaradan chiqib ketirgan chog'da enim pul qolmadi. 10 ming so'm pul kerak bo'ldi, $1000. Shuni shu tijoratchiga adam aytdim. Mana 10 ming so'm pul kerak desam, shu bola biz tanishimiz berib so'rasa, Urumchilik bir tijoratchi 10 ming so'm shu zaman berdi. Berib ona faqat meni ko'rishga 30 minut bir avtobusda birga ketib ko'rishga vaqtim. Shunda abali chiqib kelsin, u balani bu yer qildi, tugdi deb. Shunda uloq yapmoqda. Endi shu vaqtdan o'zim bilmadim, 10 ming so'mning 10chilar qimmati cho'ng ishliqini. Endi hozir o'ylab baq, chet elga chiqqandan keyin bildimda bir odamdan 10 ming so'm pul so'rashdan qancha biz burun endi xizmatchi bo'lgandan keyin ya'ni pulning qimmati bilinib ketmay ekanda. Endi hozir mushtabda bir odamda uchrashib $20-30 bir qitim ko'rishib qolgan odamda menga $30 avat beradi degandek gapkan endi bugungi vaqtda. Shu nima uchun shuna qildi desa, meni ma vatan millat uchun xizmat qilgan odam deb qilishmoq. Undan keyin men qechib saqchilar izlab bu Daxiyanda bu turpanni bir suğan chaqda bir saqchi bola ne bir og'inimiz tanishtirmish seni o'sab qo'ydi bir poyezddan va axtarib. Shu ayrim biriga kirib mehmon qilib bu chaqda oshxonaga kirib mehmon qiladi shu. Ansa Turkiyaga qarab ketib turibsa, vatan millat uchun ketib turibsa, men hozir saqchi xizmat ishlayapman. Agar sen bag'am fursatga aşağı bassam, aşılman oddiy har qanday xizmat bo'lsa, ko'chasini supurib turadigan, ishxonasini tozalab turadigan shu sima rozi deb. Hozir men saqchi ishlayapman, shunga rozidim dedi. Shu bir saqchi, Uyg'ur saqchi meni qutqizib qoldi. Shunga o'xshagan u jiqishli ben endi bu millatimizniki bu hayotımda bek cho'ng bir zarbalarga hayotımda uchrab ketmadim o'zimizning ichida. Balkim uni ta'siri bordi men o'ylab qoldim. U jihatda yana bir nuqtadan o'ylayman, men endi zodi bu masalaga bek salbiy qarab, bek masalani chiqib ko'rib ketsak ish oqmaydi. Uyg'ur jamiyatiga balam qarab baxtim, jamiyatdan jiq qaqshab yurgan, jiqib yurgan odamning qo'ldan bek chiqib amaliy oz kirdik. Amaliy ish qilayotganlarda bek jamiyatdan qaqshab ketmaydi ekan. Shu uningdan ulgilab bo'ldi. Zodi biz bir atdan yiqilgan millat. Mustamlika millat. Bizda kamchilikning bo'lishi tabiiy. Bizda ojizlikning bo'lishi tabiiy. Buningga hayron qolib hech qanday ish yo'q. Biz mustaqil millat bo'lgan bo'lsak, biz mukammallik talab qo'ydik. Shu men yana birga men mukammallik talab qo'ymayman. O'zimdan burmuncha kamchilik, ojizlik. Shu boshqalardan cho'qim bo'ldi deb qarayman. Boshqalarni qo'ymayman. Chunki asr bir millatning da'vosi, asr bir millatning kurshi, mustamlika ostidagi hokimiyat, ostidagi millatning a'zolari mushunday bo'ldi, kurshi bunday bo'ldi, odamlar mushunday bo'ldi. Cho'qim kamchilik bo'ldi, ojizlik bo'ldi. Ya'ni bir nuqtadan, bir ilmiy nuqtadan qarasakmi, bu kamchiliklarni tepish, bir ilmiy nuqtadan aytgan chog'da sirlarni oshkorlash ilmning maqsadi. Bilinmagan narsa. Ama Uyg'urning hozir ojizligi, Uyg'urning kamchiligi sir emas. Buni qap-qora dehqonga topa oladi. Bilalaydi. Chunki qo'limizda huquq yo'q, qo'limizda pul yo'q, qo'limizda hokimiyat yo'q. Bizda hech qanday kamchilik chiqadi. Ammo bir ilm odami, bir da'vo odami, bir siyosatchi, bir ziyoli cho'qim bu millatning ortiqchiligini ko'rish kerak, topish kerak, topib olish kerak. Uni topolmasa, o'zining mas'uliyatini ado qila olmaydi. To'g'ri. Bizning kamchiligimizni ko'rish bek oson. Ammo ortiqchiligimizni ko'rish uchun bunga safa keltirib, sifat keltirib, axloqiy, aqliy mas'uliyat. Shuning uchun men u tarafga maqlanib olmayman, markazlashib olmayman. U tarafim bor. Ya'ni kamchilik izlaydigan tarafim yo'q. Chunki zodi bor narsa uni izlashning hojati yo'q. Bunimizga oldimiz taqishib turdi. Uningdan keyin muhabbat va nafrat masalasi bor. Bu muhabbat va nafrat degan cheklik narsa. Kamchilikimizni jiq ko'rib qolsak, millatimizning norozi bo'ldigan yo'lda muhabbatimiz ozaydi. Xitoyga nafrat ozaydi. Millatimizni qancha so'ysak, Xitoyga nafrat kuchaydi. Millatimizga nafrat markazlashib qolsa, Xitoyga nafrat ozlaydi. Nafrat ham bir energiya. Shuning uchunmi o'zimni ongli holda shu nimtarak ortiqchilik taraflarimizga markazlashdim. Radioning g'aybitini mujiq qildik. Endi sizni topganda tashkilotlar haqida bir qancha savol so'rab olay. Shu muxbirlik jarayoningizda
hem şahsiy hayatınızda mushu tashkilotlar bilan uchrashib turdingiz. Mushu Uyg'ur tashkilotlarimizning umumiy ahvoli qandoq sizcha? Mushu da'voning yo'nalishi to'g'ri ketyapti? Bana nisbeten ise ben en başta kelgen vaktim isimde boğaçka. Şarkı Türkistan vakti girsek Tanrı Şincan deyin gapini çaplığı vagan boğaçka hoş kabardı. Şon ben yine ki nezrimde hazır taz güçlengen vakti yaxşı vakti. Nim için? Birinci, xalqaro seviyede, xalqaro bir tilda işini davamlaştırıp ketayotgan dünya kurultuyu var. Müstakillik talebimizden, müstakillik irademizden, boyumluluğunu ta'kidlab kelayotgan sürgünde hükümet, Şarkı Türkistan sürgünde hükümetler var. Anda bunu bir iş qilsak bo'ldi deb cho'qim qilamiz. Davatkan heves bilan energiya bilan o'tirishayotgan Şarkı Türkistan yoshlar tashkiloti. Atrofga butun Uyg'ur ziyolilarini to'plagan, butun emas, ko'p sonliq to'plagan Uyg'ur akademiyasi var. Buningdagi eng muhimi Suriyada qurolliq bir sepimiz var. Uyg'urlar var. Qurolliq tashkilotga eng muhimi. Şuna bu bizning eng kuchlangan vaqtimiz, qo'limizda qurolimiz bor, qalami bor, diplomatiyami bor, milliylikmi bor. Hammasi ma'lum darajada har soatdan to'liqlangan kuchlangan vaqtimiz. Bu endi agar kamchiliklarimizni tortib kelsak va vaqtga kerak kamchiliklarimiz chiqadi. Hammasi. Hamma tashkilotdan, hamma odamdan, hammasidan. Ammo biz o'zimizning ahvoliga qarab baho beramiz. Burungi holimizga qarab baho beramiz. Burungi men degan holimizga silishtirsak, hozir eng yaxshi kuchlangan vaqtimiz. Bundan keyin yana kuchlanamiz. Hem teşkilatlarının köpüp bitişi paydalık mı, ziyarlık mı, mesela skill'li tabii hakikalısı var. Mança bu teşkilatın sana kançı cık olsa hazır artıkçılık kılmaydı. Faaliyet kançı cık olsa artıkçılık kılmaydı. Fakat bir de şart var. Teşkilat bir gün kurulganda teşkilat özünün asas düşmanının ıslah ihkelliğini unutup kalması gerek. Bugün bu teşkilat kurup ertesi yandaki teşkilatka hücum kurması gerek. Bugün kığa işini etrafındaki teşkilatlar ırkçılık için işletmesi gerek. Xitoyga qarshi ishlatish kerak. Agar Xitoyning dushman ekanligini unutib qolmasa, tashkilot qanchalik bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Shuncha to'liqlanib ma'lum. Ham shunday bo'lish kerak. Chunki mutaxassislashmay turib, sohalarga ayrilmay turib, bizning bu ishimizda ilgirlashimiz. Shunga hozirgi tashkilotimizdan kuchlangan vaqti da'vat qilganda burungi silishtirib da'vat qilmaydi. Bizga kerak bo'lgan ehtiyojimizni qarab emas, ehtiyojimizni silishtirsak jiq uzoqda. İnşallah Allah şu xalqimizniki rizqi, nasibisi, istiqboli ko'rayotgan azoblari uchun cho'qim tashkilotlarimizning bunday ekan texma safoliq yo'nalishga yuzlantirdi. Birlik bo'ladi, ittifoqlik bo'ladi deb o'ylayman, umid qilaman. Vaqtingiz jiqab qoldimi Shuhrat aka? Bu eng oxirgi savolim. Mushu muxbir bo'lish orzusi bilan axborot kasbida o'qiyotgan va yoki o'qimoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun qanday tavsiya taklif beringiz? Birinchi bu axborotchilik degan bu nimaning Türk yazgıçısı Yakup Kadri'nin bir gibi var. Sap sanat hür milletlerde buldu dedi. Yani sanat, sap sanat, müstakil devlet var milletlerden sap sanat işlep çıkaralaydı, kılalaydı. Bizde sap akbarat hür milletlerde buldu. Bizdenki Uygur'da sap akbarat bulmaydı. Kanda oldu. Siz çok bu akbaratçılıkımız var. Sap akbaratçılık diyen de abaydan yine tarafsızlık, objektiflik, degandek bir qator shartlar va talablar bizda bo'lmaydi. Biz vaqti kelsa etkazchi bo'lamiz. Vaqti kelsa faoliyatchi bo'lamiz. Vaqti kelsa hammaning bo'lamiz. Qasam bo'ldik. Bir misolni olsak, Arshidan Isroil Sudandan bizga uchir yetkazdi. Oxiri tutilish xavfiga duch kelgan chog'da men chiqishimga to'g'ri keldi dedi. Qechib chiqish to'g'ri. Ketib chiqqan chog'da telefon so'zlashib turdik. Oldiq odam evatdik. Ona dikkat tabi de apakçı. Telefonu tuttuk. Yani etkes bir yol kaçakçılıkına şekilde. Beycan'da Erzdağ'la Govyang bas kolunu püstüke kandak kılımızda beş kattı. Onu BDT'ye bir namayiş kıldırıp, Amerika Özlefansı'nın aldığı bir namayiş kıldırıp, İngilizce'nin aldığı bir namayiş kıldırıp, Deydan gibi ügettik. Faaliyetçi özgerdik. Bazı Erzdağ'la sözledi. Bir parça gipini haber veriş bulmaydı ama 2 saat anladım. Daha da kavuldu. Soçulduk. Hem de bu normal garip cemiyetinde, normal bir cemiyetin muhbir oluştu ya şu etiyen saat 8'de işlep keşte tütüyediğen iş. Hak bilen kalaymakançılıkta arı turduğun, siyasetin ayrım turduğun emin aslında ama Uygur akbaratçılıkı bundanmaydı. Biz uçurunu
Biz normal cemiyatdan emas, qatildan alamiz, jinoyatchidan alamiz, odam o'tirayotganlardan alamiz, xushomat qilayotganlardan alamiz hukumatga. Shunga ularga normal bu axborotchilikning tadbiri aqmaydi. Shuni tadbir qo'llaymiz. Shuni biz bularcha shuni qo'llanib keldik. Albatta bu g'arb, Amerika ya boshqa davlatlar bizning bu ahvolimizni bilmaydi. Ular tuzgan bir qonun qoida yo'q. Ularning tuzgan bir axborot o'lchami bor, undan chiqamiz. Ama şekil cihetden çıkmamız mahiyette uygun. Nima uchun mahiyette uygun? Çünkü g'arbning shu axborotidagi o'lcham talabini hammasini mesela rast gapni o'tirib qo'ydi. Jamiyatga tinchlik qilib keldi, jamiyatga adolat qilib keldi. Ama erki qirg'inchilik yuz berayotgan yerdan mustamlik rayonda uchraylish g'arbdagi o'lcham bo'lish bo'lmaydi. Unisi ahmoqlik bo'ldi. To'g'ri. Shuning uchun qanday qilamiz? Ashulaning tilida telefon qilamiz, ashulaning tilida ashula tushunadigan ovozda gap qilamiz, shuni uchurni olamiz, uchurni bulab ochqimiz. Ochqib dunyoga oshkorlaymiz, andan masala bo'ldi. Bu 81 jang. Bu yerda o'q tegish bo'ldi, yaralanish bo'ldi. Bu o'q tegish yaralanish nima? 80 jang urug'larimiz tutildi. Bu ichinishli tarafı bu. Bununki biz o'zimiz chatda hozir turyapmiz. Bu jangdanki endi bu axborotchilikning 80 jang. Bu jangning eng nomard tarafi, eng sist tarafi jazo bizni kelmaydi, bizning urug'larimiz keldi. Endi biz urug'larimizni bilganligimiz uchun, urug'larimizni hissiyotini tushunganligimiz uchun bu jihatda bu ishni davomlashtirib ketyapmiz. Chunki yolg'iz bu bizning urug'larimizni emas, butun millatning bu ishga kelgan bo'lganligi uchun, millatning taqdiri o'zimizning taqdiri bir-biriga chambarchas bog'langan bo'lganligi uchun men bu ishni qilmasammi keltirib urug'larimizga bu balo afat degan o'y bilan qilyapmiz. Shunga buningdan bu axborotchilikqa agar siyosat vaziyat mushunaqasi kiradigan odamlar shu xatarliga tavakkul qilish kerak. Yolg'iz Turkiyaning boshqa davlatlarning muxbiri emas. Bir jangchi bo'ldi, isteksiz bir jangni ichiga kirdi. Rahmat Shuhrat aka, qimmat vaqtingizni oldim. Yana bir endi men radio masalasi bo'lg'achqa bugun chiqib qoldik, lekin navoda biroq taqilib qoldigan, inshaalloh taqilib qolmas, lekin ashla xabarni olib qolsak yana boshqa temalarga sizni ayrim chiqarishni xohlayman. Inshaalloh vaqtingizni yana chiqarasiz. Qarindoshlar, ham beknisni unutib qolmanglar. Do'stlarga taqdim qo'yinglar. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. I stole radio.